Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Mansurov Asl bugun sizlar bilan Roblox o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Men 99 Night in the Forest o'yinini o'ynayman. Eng mashhur server Robloxdagi. Men 110 kun yashaganman. Do'stlar, sizlar necha kun yashagansizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men bu safar bir o'zim o'ynayman yoki bir o'zim o'ynayman. Bir o'zim necha kun yashayman deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bir o'zim necha kun yashayman deb o'ylaysizlar? Men o'ylaymanki, bir o'zim shu 30 kun yashayman deb o'ylayman. Hozir birinchi bo'lib daraxtdan oddiy anaqa kravat yasayman. Boshlanishiga bularga solaman. Bu crafting table'ga solaman. Keyin 20 ta yig'ilgandan keyin men kravatga yasayman. Keyin anaqa do'stlar, shu paytda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana quyonni o'ldirsam, agar bittada Bunny Food tushsa obuna bo'lasizlar. Tushmadi. Tushmadi. Bunny Food. Lekin baba obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Endi do'stlar, agar sizlar ham Roblox o'ynasanglar, bir o'zinglar necha kun yashaganinglarni yozib qoldiringlar. Men bir o'zim 50 kun yashaganman. Rovna 50 kun. Eng ko'p 26-kunda o'lib qolaverganman. Hujum bo'lganda, 26-kun, 23-kunlar hujum bo'lganda. Yana daraxt topaman. Do'stlar, zerikib qolmaslaring uchun o'tkazib yuboraman videoni. Mana hozir bunga solaman. 23 ta bo'ladi. Endi kravat bilan xaritani yasayman. Qayta ko'mir ko'rgandim. Ko'mirni olay. Men buni pishiraman. Olovni tezda 3-levelga ko'tarishim kerak. Bo'lmasa bolani qutqara olmayman. Ana, olovni ham 3-levelga ko'tardim. Endi ertalab tushishini kutamiz. Keyin shartta bolani oldiga ketamiz. Bachani qutqargani. Yo'q, hozir ketaveramizmi? Biz ketaveramiz. Yo'q, ertalab ham tushdi. Ana, bitta bo'r turibdi. Hozir mashinalarni to'ldirib olayda, xalaq beradi qolsanda o'chayotganimda. Nima tusharkan? Pistolet tushdi. Pistolet unchalik ham kerak emas. Reganim bor. Ko'rmasin uni meni. Hozir orqadan chopadi. Ko'rsa. Mana hammasini chaqirib olaman. Nihoyat hammasini o'ldirib bo'ldim.
Endi kiraman bu yerga. Kirganimda shunaqa ovoz chiqaveradi. Nima bilmadim. Xuddi shunaqa ovoz. Eshitdinglar? Eshityapsizlarmi? Xuddi shunaqa ovoz chiqadi har doim kirganimda. Nimagaligini kommentga yozib qoldiringlar. Nimaga bunday ovoz chiqishini. Lekin bu videoning ikkinchi qismini chiqaraymi yo'qmi kommentga yozib qoldiringlar. Men ikkinchi qismida yana bir o'zim yoki ko'p kishi bilan chiqaymi? Uni ham yozib qoldiringlar. Keyin Robloxga yana qaysi serverlarga kiray, o'shalarni ham yozib qoldiraveringlar. Men borib ko'pgina sandiq ochib kelib. Sandiqdan nima tushadi? Benzin tushsin. Benzin. Normalni bu bolta ham. Ko'mir topdim. Yana sandiq bor. Buray. Hozir bu ko'mirlarni olayman. Embasaga qaytaman. Bandaj. Normal. Endi ketdik. Bitta. Men ko'rib qoldim, bitta ham sandiq bo'ladi. Qolmoqda. Doim omadim kelmaydi. Shu endi ulug'ni yo'qaman deganimda yomg'ir yog'ib turadi. Ularni yo'qotaman. Qani shu? Ne ikkinchi bolani qutqaraman. Lekin olov 4-level bo'lishi kerak-da. Hozir 4-level qilishim kerak ikkinchi bolani qutqarish uchun. To'xtaman. Bularda qornim vashim ochib ketdi. Hozir o'lib qolmasam bo'ldi lekin. Xom bo'lsa ham go'shtini yeyman. Bo'lsa agar hozir o'lib ketaman. Qornim och. Bo'ldi, o'lyapman. Yo'q. Do'stlar, o'zga serverlar o'tyapti maktab. Bittasi yerga tushsin. Bittasi. Axir. Bittamiz tushishini. Do'stlar, shu qayerlargadir tushdi, men ko'rmay qoldim-da qayerga tushganini. Endi hozir borib topaman. Izlayman. Do'stlar, o'lgan anaqa odamlar keyin o'lgan bo'rlarni terlar emas. Olib ketyapman-da, короче, bunaqa narsalar. Hozir 4-level bo'lishi kerak. Salom. Yaxshi, 4-level bo'ldi. Endi keyingi bolani qutqaraman. Do'stlar, 690 metr bu yoqqa yurish kerak ekan. Endi shu yoqqa qarab ketyapman. Do'stlar, mana keyingi bola
qo'rqilyapti. Yo'q, qaytamiz. Hujum bo'ladi. Hozir bola ham muhim emas. Muhimi ba'zanni qo'rqitasam bo'ldi. Bitta bolani qutqarganman. Bo'lsa mana kelyapti ular. Mana keldi. 4 dan. Yo'q. Deysan. Mana. Qornim ochqab ketdi endi. Do'stlar, qornim to'ygizib oldim. Endi quyonga bunaqasini izlaymiz. Bunny foodini. Do'stlar, bunny food topdik. Endi anaqa traderga beramiz. Traderdan fanar bor. Bunaqa katta idish sotib oldim. Endi qayerga borsa ekan? Do'stlar, agar video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi qayoqqa borsam? Nima aytdi, sandiq ochay? Lekin qornim ochqapti. Yaxshi bo'laveraman lekin. Sandiq ochaman. Bu narsani olaman. Yo'q, traderga beray. Build trader. Mana bundan spare sotib olaman. Spare bor. Qornim ochqapti. Ovqat kerak. Ovqat qani ovqat? Bitta sotib olgan. Ulguraman. Vay, ulgurmadim. Do'stlar, hammaga xayr. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Kommentariyaga videoning ikkinchi qismini olaymi yo'qmi yozib ketinglar. Ikkinchi qismida o'lmaslikka harakat qilaman. Ikkinchi qismini olsam agar. Hammaga xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.